5. Bab. Sen Xudoning ibodatxonasiga kirganingda qadimingni o'ylab bos. Diqqat bilan angla. Bunda qilish nadonlarning o'ylanmay qilgan qurbonliqlaridan yaxshidir. Chunki nodon odamlar o'zlarining qilayotgan ishlarining razillik ekanligini bilmaydi. Xudoning oldida yeniklik qilma, oldirab va'da berma. Chunki Xudo osmonda, sen yerda. Shunga so'zingning oz bo'lgani yaxshi. Odamda tashvish ko'p bo'lsa, yomon tushmu ko'p bo'ladi. Söz ko'p bo'lsa, nadonligi oshkorlanib qoladi. Xudoga bergan va'dangga kechiktirmay amal qil. Chunki Xudo nodon odamlardan xursand bo'lmaydi. Shuni va'dangda tur. Va'da qilib, uningga amal qilmagandan ko'ra, va'da qilmagan yaxshidir. Og'zingdan gunohga qolma. Xudoning ruhoniylariga o'rinsiz va'da berma. Nemishqa Xudoning g'azabini qo'zg'aysan? Nemishqa o'z qo'llaring bilan qilgan ishlaringni yo'qqa chiqarg'uzib etsan? Ko'p ham qiyol qilish, ko'p so'zlash behuddalikdir. Uning o'rniga Xudodan ayminishing yaxshiroqdir. Agar sen bir joyda namratlarning bo'zaq qilinayotganligini, haqiqat va adolatning ulardan tortib olinganligini ko'rsang, hayron qolma. Chunki har bir amaldor ustida uni qo'g'daydigan uningdan cho'ng amaldor. Bu amaldorning ustida yana ulardan cho'ng qo'g'dag'uchi amaldor bo'ladi. Hamma odam o'z nafsiga cho'g' tortadi. Hatta podshohmu buningdan mustasno emas. Pulni yaxshi ko'radiganlar hech qachon pul bilan qanoat qilmaydi. Boylikni yaxshi ko'radiganlarmu hech qachon shuncha boyliqdan rozi bo'lmaydi. Bu behuddalikdir. Boylik ko'paysa, uni ishlatadiganlarmu ko'payadi. Bu boylikning egisiga hech qanday foydasi yo'q. Faqatla ko'rinishda boy ko'rinadi. Mehnatkash mayli ko'p yesin yoki oz yesin, baribir xotirjam uxlaydi. Boy bo'lsa, boyliqidan ansirab, xotirjam uxlay olmaydi. Men quyoshning ostidagi bu dunyoda ko'rgan eng azobli ishlarning biri ba'zilarning to'plagan boyliqlarining o'zlarini ziyon zahmatga uchratishidir. Ularning tijoratining sog'lom bo'lmasligi tufaylidan to'plagan boyliqlari yo'qolib, oxirida bolalariga miros qoldirgudek hech nimasi qolmaydi. Ular onadan qandoq tug'ilgan bo'lsa, yana shundoq ketadi. Bir ömür jafoliq ishlab topgan boyliqlarining bir tillasini billi elib ketalmaydi. İnsanning bu dunyoga qandoq kelgan bo'lsa, shundoq ketishi odamni haqiqatan azoblaydigan bir ishdir. Shundoq ekan, ularning behuda ajr qilishining nima foydasi bor? Ular bütün ömrünü qarang'uliq, cho'nqur qayg'u alam, azob va nafrat ichida o'tkazadi. Men shuni tushundimki, insonlar uchun eng ko'ngillik va eng yaxshi ish quyoshning ostidagi bu dunyodagi Xudo bergan cheklik hayotida yeb ichish va jafoliq ishlab erishgan natijalaridan rahatlanishdan ekan. Chunki bu insonning nisbisidir. Xudo bir odamga boylik va mulk berib, yana uningga shu narsalardan huzurlanishga imkoniyat bersa,
Şundaqla o odam o'zi japoliq ishlab, erishgan natijalaridan memnun bo'lib, xushalliqqa cho'msa, mana bu Xudoning uningga ko'rsatgan iltifotidir. Bundaq odam hayotning qisqaligini o'ylamaydi. Chunki Xudo uning qalbini shodlikqa to'ldirgandir.